Shundoq aka, bir minut kirib chiqaman. Texnologiya. Qurilish qilgan akalarimizni diqqatiga, agar sizlarga ham sifatli santexnika mahsulotlari yoki yaxshi santexnik ustalar kerak bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bizning kanalimizda eng zo'r ustalarning ishini yoritib boramiz. Hozir shunaqa ustalarimizdan bittasi bo'lgan Nurullo akani yangi obyektlariga kelganmiz. Sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha, agar sizlarning obyektinglarga loyihalashtirish kerak bo'lgan bo'lsa, bizda bu xizmat ham mavjud va bu xizmatimiz mutlaqo bepul. Hormang. Assalomu alaykum. Nurullo aka, yaxshimisiz aka? Tuzimsiz, tinchmisiz? Ishlar yaxshimi? Ha, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglar? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Keldik. Xo'p, bizani qayerga chaqirdingiz? Bir tushuntirib bering endi. Chaqirgan joy Clever Junior bog'chamiz. Bog'chamizni kotelnik qismiga chiqdinglar hozir. Batafsil tushuntirsam, bu radiator konturimizni qanaqa ishlanishlarini ko'rsatib beraman. Mana bu to'pliponlarimizni har bitta etaj-metaj ishlayapti. Bu yerda qilganimiz basseynxona alohida, basseynxonasi ham bor. 3 ta etajga bo'linadi. 3 ta etajimizdan alohida kontur qilganmiz. To'pliponni faqat bitta dona radiatorni o'zini bitta liniya qilganmiz. Sababi bunda 8 ta dona radiator o'zi. Bemalol bitta liniya ko'tarish, ya'ni поддержать qilish uchun bitta liniyaga o'tkazganmiz. Agarda undan ko'proq bo'lganda ikkita liniyaga bo'lardi. Xo'p. Binoyimiz necha kvadrat? Binoyimiz, hop, basseynxonalarimiz 2-3 etajlar bilan 138-140 kvadrat chiqadi. Maksimum. To'plipol ham bormi? Ha, ham to'plipol, ham radiator qilingan. Ham radiator, ham to'plipol bilan isitiladi. Shunaqa. Kelgan joyda bitta savol kelyapti. Hamma nasosni ko'proq podachaga qo'yadi. Siz menimcha obratga qo'ygansiz. Obratga qo'yganim sababi filtrni очистка qilishda foydasi bor. Chunki ustida bo'lib qoladi, podachada bo'lsa. Ya'ni men filtrimiz tagida turibdi, buni obsluga olganimiz, yechganimizda tagida turadi. Suv nasosga tushmaydi. Bu birinchisi, ikkinchisi eng asosiy narsasi, o'shani ishimiz ko'proq, suvni gradiyasi, ya'ni banan gradiyasi turmaydi. Chunki podachadan beri siz maksimum radiatorga 80 bera olasiz. Koteldan chiqarib bersa, unda nasosimiz tezroq qiynalib qolib, charchab qolishi mumkin. Ha, o'shani hisobiga siz ko'proq obratga qo'yishni tavsiya berasiz, to'g'rimi? Xo'p, hozir ko'ramiz, kotelimiz ishlab turibdi. Besterim kotelimiz 24 talik kondensatsionniy, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Operator shu yerda oling mana. Gradusini ko'ringlar, mana bemalol ishlab turibdi. Bir xil gradus berib turibdi yog' bilan. Hammasi yaxshi. Xo'p, keyin bu yerda boilerlar bo'lgan ekansiz, nastenli? Ha, ko'sunli boiler 100 litrli. Bunimizni одноkonturli kotel bo'lgani uchun koteldan primo olib qo'yganmiz. Gidrostrelkadan olmaganmiz. Hozir ishlayaptimi bu? Hozir o'chib. Ha, hozir o'chib. Siz suvli hali ishlatilmayapti. Keyin yana mana bu yerda bitta kotelimiz turibdi. Buni ham bitta biroz gapirib ketsangiz. Bu kotelimizni alohida turgani sababi basseynxonamizda pankoler sistemamiz bor. Ya'ni tepadan issiq havo haydab beradigan. Bu ko'pincha basseynxonada bo'ladi, keyin ko'p ustidan xato bo'ladi. Gidrostrelkadan urib qo'yishadi. Ha, gidrostrelkadan tortishadi. Bu lekin katta xatoga kiradi. Sababi atapniylar bilan ishlayotganda buni gradiyasini pasaytirib yuboradi. Mana bu ancha yeb qo'yadi, chunki suvni ancha tortib oladi. Ha, bu teplameni suv ko'p suv talab qiladi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ko'p suv talab qiladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, alohida o'zini ulaganmiz. Telarni ko'rishingiz mumkin, hech qanday ulanmagan, faqat shuni o'ziga ulangan. Ha, bu kotelimiz faqat shu pankoil uchun ishlab turadi, to'g'rimi? Basseynxonamiz uchun ishlaydi. Zo'r. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Nurullo aka, yana bitta savol bermoqchiman. Mana mana shu yerda ko'pchilik bitta dona воздух сброс qo'yib qo'yadi. Siz bu yoqqa gruppa безопасность qo'ygan ekansiz. Shuni nega unaqa qilganingizni shuni biroz tushuntirib keta olasizmi? Hop. Buni qo'yishimizning sababi gidrokollektorimizni ko'rgan bo'lsangiz, koteldan ham uzoqroq. Misol, damini ko'tarilib ketdi yoki qaynab ketsa, kotelni otguncha sistemani o'zida mana shu yerda o'zi olaveradi. Keyin havo yig'ilib qolsa, mana albatta chiqib ketadi. Keyin daminasi necha borligi, kotel tegib o'tirmaydi, maksimumda ko'radi. Hammasi. Xo'p, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu akam qilgan ishlari to'g'rimi? Kommentda yozib ketamiz. Xo'p, aka, keyin men bu yerni ham bitta tushuntirib ketay. Men hech ko'rmagan ekanman bunaqasini. Gidrostrelkani pastiga ikkita turba kelyapti, bunga bittasiga rashpak ulanyapti. O'sha nimaga unaqa qilingan? Bular nimaga xizmat qiladi? Shuni biroz tushuntirib ketay. Hop, buni yig'ishimizning sababi ham chiroyli chiqadi, ham udobniy. Yig'ishdan ko'rgan bo'lsangiz, ikkita 15 talik tranik bilan hal qilganmiz masalasini. Agarda bu yoqqa payka qilib ulash kerak bo'ladi. Resmani o'zidan hal qilganmiz, chiroyli qilib. Hop, buni ikkitasini ulash sababi bittasi подпитка, полный sistemaga gidrostrelkadan to'ladi. Ikkinchisi bo'lsa slip.
keyin bu yerdan uchinchisi rashbakimizga chiqib ketyapti alohida. Rashbakka bu yoqqa qo'shimchani sababi gradusdan past bo'ladi. Rashbakimizning umri uzoqroq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Rashbak ko'proq o'zi obratga qo'yiladi, chunki qanchalik past harorat kelsa, buni membranasiga shuncha yaxshi hisoblanadi. Qanchalik baland gradus bo'lsa, membranasining umri qisqaradi. Qilingan ishlarni o'zingizlar ko'rdinglar, qanchalik chiroyli chiqqan dizaynlari, ishlashlariga kommentariyada 1 dan 5 gacha baho beringlar. Ustamizning nomerlarini kommentda atmetka qilib qo'yamiz. Xizmatli bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Hammanglarga rahmat, kuninglar xayrli bo'lsin.